O'zbekiston bir guruh ukrainalik bolalarni bag'riga oldi. Rossiya Ukrainaning bir qator hududlariga havo hujumi uyushtirdi. Qozog'iston hududiy mudofaaga tayyorlanmoqda. Zelenskiy Rossiya keyingi harbiy harakatlarga tayyorgarlik ko'rmoqda. Ukraina yana Rossiya aerodromlariga zarba berdi. O'zbekistonda bir oylik harbiy xizmat to'lovi 10% ga oshiriladi. Uni shuncha dardi bor ekan, bir necha oy avval aytish kerak edi. Tramp Prostatit, ikkilamchi bepushtlik, tez peshob, tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftaning o'zidayoq bartaraf etishingiz mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faollikni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga va sog'lig'ingizni yaxshilashga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. O'zbekiston bir guruh ukrainalik bolalarni bag'riga oldi. Qurbon hayit arafasida O'zbekiston tomonining ko'magi bilan bir guruh ukrainalik bolalar dam olish va reabilitatsiya uchun Toshkentga keldi. 12 kun davomida ular maxsus dam olish va psixologik tiklanish dasturi ko'zda tutilgan. Bolalar Ukrainaning jangovar harakatlaridan aziyat chekayotgan turli viloyatlardan, xususan Xarkov, Xerson, Nikolayev, Zaporojye, Sumy, Xmelnitskiy, Lvov va Kiyev shaharlaridan tashrif buyurishgan. Ukraina elchixonasining murojaatiga javoban O'zbekiston tomonining taklifi va to'liq ko'magi bilan tashkil etilgan ushbu gumanitar missiya bolalarga ruhiy muvozanatni tiklash hamda har kungi havo hujumlari va raketa zarbalaridan chalg'ib dam olishga yordam berishini maqsad qilgan. Tashrif dasturi juda mazmunli bo'lib, bu O'zbekiston davlat organlarining misli ko'rilmagan darajada jalb etilganidan dalolat beradi. Uni amalga oshirishda mamlakatning deyarli barcha tegishli vazirlik va idoralar ishtirok etmoqda, deyiladi Ukrainaning O'zbekistondagi elchixonasi xabarida. Ukraina yana Rossiya aerodromlariga zarba berdi. 6-iyunga o'tar kechasi Ukraina mudofaa kuchlari Rossiya Federatsiyasi tomonidan ommaviy o'qqa tutilishi boshlanishidan oldin Rossiya aviatsiyasi joylashgan aerodromlarga profilaktik zarbalar berdi. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabiga tayanib, RBK Ukraina xabar qilgan. Qayd etilishicha, operatsiya natijasida strategik bombardimonchi samolyotlar joylashgan Saratov viloyatidagi Engels aerodromi, havo tankerlari va eskort qiruvchi samolyotlar uchadigan Ryazan viloyatidagi Diagilyevo aerodromi zarba berilgan. Saratov viloyatiga yoqilg'i moylash materiallari bo'lgan kamida 3 ta tankda bir nechta zarbalar tasdiqlandi. Shundan so'ng obyektda alangalanish va keng ko'lamli yong'in sodir bo'lgan. Favqulodda xizmatlar yong'inni lokalizatsiya qila olmadi. Sezilarli darajada tutun kuzatilmoqda. Nishonlangan hududda o'nlab portlashlar qayd etilgan. Zarar natijalariga aniqlik kiritilmoqda. Ukraina mudofaa kuchlari shuningdek Rossiya hududidagi bir qator obyektlarga, shuningdek Ukrainaning Rossiya qo'shinlari nazorati ostidagi hududlarga zarbalar berdi. Zarbalar harbiy infratuzilmaga qaratilgan va Ukraina tomoni bayonotlariga ko'ra jangovar harakatlar tugamaguncha davom etadi. Rossiya Ukrainaning bir qator hududlariga havo hujumi uyushtirdi. Xarkov keng ko'lamli urush boshlanganidan beri eng kuchli hujumlarni boshdan kechirmoqda. 1,5 soat ichida shaharda 40 dan ortiq portlash sodir bo'ldi. Dushman bir vaqtning o'zida raketalar, shahid dronlari va boshqariladigan aviabombalar bilan zarba bermoqda, deb yozgan shahar meri Oleg Terexov. Merning ma'lum qilishicha, Rossiya hujumi oqibatida 2 kishi halok bo'lgan va 17 nafar inson jarohatlangan. Dushman Xarkovga 53 ta shahid turdagi dron, 4 ta boshqariladigan aviabomba va bitta raketa bilan hujum qildi, deya aniqlik kiritdi mahalliy harbiy ma'muriyat rahbari Aleksey Negubov. Bundan tashqari, Rossiyaning tungi hujumlari oqibatida Dnepr shahrida korxona va infratuzilma obyektlari zarar ko'rgani, Pavlogradda esa korxona va ko'p qavatli uylar shikastlangani xabar berilmoqda. O'zbekistonda bir oylik harbiy xizmat to'lovi 10% ga oshiriladi. Respublikada joriy yil 1-avgustdan mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 10% ga oshirilib, 1,271,000 so'mga yetkazildi. Bu o'zgarish safarbarlik chaqiruv rezervi to'loviga ta'sir qiladi. Safarbarlik chaqiruv rezervi to'lov badali bevosita mehnatga haq to'lashdagi eng kam miqdorning 7 barobariga teng. Demak, avgustdan bir oylik harbiy xizmat haqqi hozirgi 8,85,000 so'mdan 8,897,000 so'mga oshiriladi. O'zbekistonda 2019-yildan boshlab mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori joriy etilgan. Mazkur to'lov miqdori oshirilgani sari bir oylik harbiy xizmatlar narxlari quyidagicha o'zgargan. 2019-yil 4,40,000 so'm, 2020-yil 4,775,000 so'm, 2021-yil 5,754,000 so'm, 2022-yil 6,440,000 so'm, 2023-yil 6,860,000 so'm, 2024-yil 8,085,000 so'm. Safarbarlik chaqiruv rezervi safiga qabul qilingan
qilinganlardan pul badallari bir yo'la yoki bir yil mobaynida bo'lib to'lash orqali olinadi. Mazkur mablag'lar Mudofaa vazirligining safarbarlik chaqiruv rezervi mablag'lari maxsus hisob raqamida jamlanadi. Pullar muddatli harbiy xizmatchilarga nafaqa to'lash, vazirlik moddiy texnik bazasini mustahkamlash va safarbarlik chaqiruv rezervi xizmatchilari ta'minotiga yo'naltiriladi. Fuqarolar safarbarlik chaqiruv rezervidagi xizmat safiga 27 yoshga to'lgunga qadar olinadi. Ular xizmatni o'tash davrida oylik harbiy yig'inlarga, favqulodda vaziyatlar yoki O'zbekistonga qarshi qurolli tajovuz ro'y bergan taqdirda haqiqiy harbiy xizmatga jalb qilinishi mumkin. Zelenskiy Rossiya keyingi harbiy harakatlarga tayyorgarlik ko'rmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQShga safar qilgan Ukraina delegatsiyasining hisobotlarini eshitdi, deb xabar beriladi uning Telegram kanalida. Bizning delegatsiya har bir darajada yaxshi uchrashuvlar o'tkazdi. AQSh ma'muriyati, davlat departamenti, kongress, jamoat arboblari va tahlil markazlari bilan. Siyosatchining so'zlariga ko'ra, Ukraina delegatsiyasi hamkorlariga Rossiya rahbariyatining haqiqiy niyatlarini taqdim etdi. Zelenskiy Rossiya armiyasi keyingi harbiy harakatlarga tayyorgarlik ko'rayotgani va bu harakatlarni kengaytirish imkoniyatiga ega ekanini ma'lum qildi. Ayni vaqtda AQShda Ukraina prezidenti idorasi rahbari Andrey Yermak ham bor edi. U AQSh rahbari maxsus elchisi Kit Kellogg va Steve Witkoff, shuningdek, davlat kotibi Marko Rubio bilan uchrashuv o'tkazdi. Bundan oldin Politico anonim sobiq Ukraina vaziriga tayanib xabar berishicha, Yermak safar davomida shaxsiy siyosiy manfaatlarini ilgari surishga intilayotgan edi. Uning ambitsiyalari juda yuqori ekani va eng katta orzusi tan olinish ekani ta'kidlandi. Qozog'iston hududiy mudofaaga tayyorlanmoqda. Qozog'iston Senati Qozog'iston Respublikasining hududiy mudofaasi to'g'risidagi qonunni va tegishli o'zgartirishlarni ma'qulladi. Senator Galiasqar Sariboyevning aytishicha, qonunning maqsadi samarali hududiy mudofaa tizimini yaratish, safarbarlik shayligini oshirish va favqulodda vaziyatlarda aholi xavfsizligini ta'minlashdan iborat. Qonunda hududiy mudofaa tizimining mustaqil yo'nalishi sifatida belgilangan. Unda maqsad, vazifalar, tamoyillar va amalga oshirish chora-tadbirlari belgilab berilgan. Hujjatda alohida moliyalashtirish, shuningdek, hududiy harbiy organlar va bo'linmalar faoliyatini tartibga soluvchi normativ hujjatlar nazarda tutilgan. Hujjatga yangi atamalar kiritilgan. Ko'ngilli va o'zini o'zi himoya qilish, prezidentning, unga bo'ysunuvchi organlarning, hukumatning, mudofaa vazirligining, bosh shtabning, markaziy va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining vakolatlari belgilangan. Yuridik va jismoniy shaxslarning huquq va majburiyatlari qayd etiladi. Qonunga ko'ra mudofaa tizimi hududiy qo'shinlar, xavfsizlik kuchlari, maxsus kuchlar va ko'ngillilardan iborat bo'ladi. Ko'ngilli bo'linmalar qurolli kuchlar tarkibida jangovar vazifalarni bajarishi mumkin bo'ladi. Mudofaa vaziri o'rinbosari Sulton Kamoliddinovning aytishicha, qonun o'zgaruvchan geosiyosiy vaziyatni hisobga olgan holda qabul qilinmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, barcha tahdidlarni oldindan aytib bo'lmaydi va hamma narsani oldindan himoya qilib bo'lmaydi. Uni shuncha dardi bor ekan, bir necha oy avval aytish kerak edi. Trump. AQSh prezidenti Donald Trump tadbirkor Elon Muskning soliqlarni kamaytirish haqidagi qonun loyihasini tanqidini asossiz deb atadi. AQSh prezidenti Donald Trump va milliarder Elon Musk o'rtasidagi qarama-qarshilik avj olishda davom etmoqda. Mojaroga Trump tomonidan ilgari surilgan va Musk tomonidan faol tanqid qilingan soliq imtiyozlari tashabbusi sabab bo'ldi. Elon men bilan rozi bo'lmaslik huquqiga ega. Menga farqi yo'q, lekin u bu haqda bir necha oy oldin gapirish kerak edi. Bu qonun loyihasi Kongressga kiritilgan eng yirik qonunlardan biri. Bu xarajatlarni qisqartirish bo'yicha rekord darajadagi 1.6 trillion dollarni va tarixdagi eng katta soliqni qisqartirishni ta'minlaydi. Oq uy rahbari shuningdek qonun loyihasi rad etilsa soliqlar 68% ga oshishi mumkinligi. Uning fikricha bu Amerika fuqarolari uchun jiddiy salbiy oqibatlarga olib kelishidan ogohlantirdi.